Ha? Nima o'tiribsan? Oyijon urishdilar. Shunga yig'lash kerakmi? Nima deb urishdilar? Ajollarni yuvmaysan, bibisori qusib tashagan, sas ketdi dedilar. Kirmoshniga ham sig'maydi. Yaxshi ham blogersan-da. Instagramda ekspress himchiska bor. Ularga berib yuborsang, o'zligisi top-toza qilib yuvib olib kelishadi. Rostdanmi? Chaqiraymi? Chaqiring. Kim aka? Ekspress himchiska keldi. Oyijon. Mana, rahmat, assalomu alaykum. Yaxshiliklar. Mana shu hammasini yubga berasa qanchaga keladi? Bo'ldi. Rahmat. Ha. Endi oyijon meni urishmaydilar. Aziza, ekspress himchiskasiga gap bo'lishi mumkin emas. Endi qiyinda gap eshitmayman. Chunki ajollarim yuvildi. Chotki bo'lib yuvildi ham qarayishibdi. Kстати, ekspress himchiskasi oddiy kir mashinada emas, maxsus o'zi yuviladigan kir mashinasi bor. O'shanda yuvishadi. Kir mashinaga chunki ajolar sig'maydi Aziza va maxsus ekologik parashoklarda yuvishadi. Shuning uchun hech qanaqa allergiya chaqirmaydi. Yumshoqqina bo'libdi, mayingina bo'libdi. Uy, bisoran teriday bo'lib qoldi-yu. Aziza, qaranglar. Yumshoqqina bo'lib qoldi. Bir xilga ajolar yuvmasdan oldin bilasan, qattiq bo'lib ketadi. Xuddi shakarcho'ka yuborgandek. Hozir esa yumshoq, yengil ajol sotib olgandek bo'lmay, ishoninglar. Zo'ra, ya'ni ularda skidka ketyapti. Bitta ajolni puliga siz ikkita ajol yuvish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni ularda hozir 50% chegirma boshlangan. Bemalol siz ikkita ajollilarni yuvishga bersanglar, bitta ajolni puliga yuvdirsanglar bo'ladi. Ishonchinglarni komil qilinglar, chunki ajollarga gap bo'lishi mumkin emas.